Hozirgi videomiz bizaga Vinitga taxlatmoqchi bo'lgan mijozlarimiz bizaga Vinitga qanday tartibda taxlab tashlab berish kerak shu haqida qisqacha tushuntirib o'tamiz. Birinchi o'rinda esingizdan chiqmasin, masalan, bizlar Vinitkani o'rtacha 20 minut balki yarim soatda montaj qilib ko'rsatishimiz mumkin. Bizlarga eng ko'p vaqt asosan ko'p hollarda Vinitga montajga emas, masalan, gruppa rasmda masalan bir xil kadrlar ko'p bo'lganda yoki ismlar nimada xatolik ketganda yoki o'qituvchilarda ismlarni yozib davomida lavozimlar xatolik bilan yozganda shular to'g'rilashga ko'p vaqtimiz ketadi. Vaqtimiz yetsa ishdan qochmaymiz, qilib beramiz, lekin ish tiqilgan paytda, masalan, Vinitga juda sezonda masalan ish juda tiqilib qolib ko'payib ketgan paytda birinchi o'rinda mana shunday xatoligi, kamchiligi bor Vinitkalar o'tkazib yuboramiz. Masalan, shuni ochamiz, ko'ramiz qayerdadir nimadir kamchiligi bo'lsa, o'sha Vinitkalar o'tkazib klientga aytamiz, "To mana shu xatolarni to'g'rilab tashlamaguncha biz sizning Vinitga qila olmaymiz" deb vaziyat tushuntiramiz. Birinchi o'rinda Vinitkangiz hammani Vinitkasidan tez, masalan, hech qanday kamchiliksiz, sizga tezroq montaj qilib tashlab berishimizni xohlasangiz, birinchi o'rinda xatolarsiz taxlab bering. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz mana. Papkaga mana maktab raqamini, sinfini yozing. Eng qulay yo'li shu. Telegram tashlagan payt, zipdan ochgan paytingiz mana maktab raqami, sinfi yozilgan bo'lsin. Keyingi qiladigan ishimiz qarang. Mana bu yerda papka yozilgan, mana qarang. Vinitkani qanaqa taxlash kerak? Masalan, usti shisha 3 talik deb yozganmisiz? Biz shundan taxlaymiz. Keyin tuman yozganmiz davomiga mana. Muborak tuman. Siz xohlasangiz, masalan, mana bu 11A deb, masalan, mana bu yerga Muborak tuman deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, ichiga yozmasdan. Osonroq bo'ladi. 15-maktab 11-asr Muborak tumani. Bo'ldi. Keyingisi, bu yerda Muborak tumani kerak bo'lmaydi. Keyin mana bu yerga nechtalik qanaqa taxlash kerakligini yozing. Masalan, xohlasangiz qarang. Ba'zi klientlarimiz kelyapti, masalan, mana shu Vinitkan papkani ichiga qaysi Vinitkani taxlashga o'sha rasmni tashlab qo'yapti mana. Bizlar bu rasmga qarab o'tirmaymiz, biz mana burchakda nechinchi raqam dizayn, o'sha dizaynga moslab taxlab beramiz. Masalan, 799. Sizlar xohlasangiz bunaqa rasmni ko'chirib yozishingiz shart emas. Masalan, shisha 3 taligini o'chiramizda, masalan, mana bu yerga 799-dizayn deb yozib qo'ying. Bizlar birdan tushunamiz. Vinitkani ochdik. Mana maktabingizni, tumaningizni, sinfingizni raqami aniq. Bu yerda qanaqa Vinitka taxlash kerak, nechinchi dizayn taxlash kerak. Birdan yozilgan. Biz birinchi o'rinda qiladigan ishimiz mana shunday tashlaganingizda birdan montaj boshlaymiz mana. Siz aytganingizdek qilib 3 talikka mana. Mana maktabingiz raqamini tepaga tumanni yozdik, maktabni yozdik, pastga sinfini yozdik. 3 talik degan mana. 1 2 3. Usti shisha 3 talik deyapti mana. Mana bu bir tarafi, shisha tarafi. Bo'ldi. Orqa tomoni yo'q buni. Birdan montajni ko'rsatamiz. Endi esdalik rasmlarni mana tartibini tashlashga kelsak, birinchi o'rinda esdalik rasmlarga e'tibor qilinglar. Siz tasavvur qiling. Sizlar gruppoy rasmlar, masalan, o'zlaringizdan bilasizlar, hammamiz rasmchimiz. Masalan, gruppoy rasmni tushirgan paytda hech qachon bir dona kadr hech kim tushirmaydi, hech qachon rasmchi. Masalan, kimdir ko'zi yumilib qolishi mumkin, kimdir boshqa yoqqa qarab qolishi mumkin. Shuni hisobiga masalan bitta kadrni 4-5 ta, ba'zi 10 tadan ko'p ham tushiradi rasmchilar. Faqatgina bizga tashlab berganingizcha gruppoy esdalik rasmlar bir donadan tashlaysiz. Hatto ikkita bir xil bo'lishi mumkin emas yoki ikkita o'xshash kadr bo'lishi mumkin emas. Bizga kelgan paytda mana unday bitta mana gruppa rasmni mana 5-6 ta bir xil rasm bo'lishi mumkin emas-da. Eng ko'p vaqt shuni oladi biz terishimizga. Birinchi o'rinda e'tibor qiling. Mana shunday esdalik rasmlarni bir donadan qoldiringlar. Keyingisi o'qituvchilar rasmiga kelamiz. Masalan, hozir rasmchilar tashlab beryapti, ba'zilar Vinitkaga sinf rahbari rasmini qo'ydiryapti, montaj taxlatgan paytda. Ba'zilar faqat o'quvchilar rasmini qo'ydiryapti. Ochgan payt o'quvchi rasmi chiqadi, даже o'qituvchilar rasmi chiqmaydi. Iloji boricha o'qituvchilar ko'p qo'ydirmaylar. Mayli, agar mabodo qo'ydirish keraksa, faqat sinf rahbari qo'ydiringlar. Mayli, agar maktab qo'ymayapti, boshqa o'qituvchilardan qo'yish kerak degan muammo bo'lsa, ism, familiya, keyin kim bo'lib ishlashlarini to'liq yozinglar. Masalan, qarang, ism, familiyani yozgan paytda familiyani yozib, ism to'liq yozish shart emas, uzun bo'lib ketadi, xatoga juda kichirayib ketadi. Ism bosh harfini yozsalang bo'ladi, mana qarang. Masalan, Abdullayeva D yozilgan, sinf rahbari bo'ldi. Ergashev J direktor. yoki men Kamolova R M bo'ldi. Ba'zi rasmchilar kelyapti, sinf rahbari deb, keyin Abdullayeva deb yozyapti-da. Biz uni ekishin buni avtomatik ismni ko'chirib yozgan paytda sinf rahbari tepaga yozib Abdullayeva deb pastga tushib qolib, yaxshi chiqmaydi. Iloji boricha shunisiga e'tibor qiling. Birinchi ism, familiya yozing, lekin ismni boshqa harfini qo'ying. Keyin qarang, ba'zi rasmchi klientlarimiz kelyapti, tashlab bergan paytda ism, familiya ochiq sola yozyapti. Kerak emas, ism, familiya yetadi. Ismni boshqa harfini yozsangiz bo'ldi. Yoki kelyapti, masalan, mana bu, mana Sharipovmi, tarix fan o'qituvchisi, to'g'rimi? Ba'zi klientlar keladi, tashlab beradi, mana Sharipovmi, tarix deb yozib qo'yadi, bo'ldi. Bu qanaqa qilib yozaman? Vinitga taxlayapmiz. Sharipovmi, tarix degan
imkoni yo'qda. Tarix fani o'qituvchisi to'liq yozib o'rgan yoki tarix o'qituvchisi deb yozinglar. Biz ham mana shu narsa ham ko'p vaqtimizni olyapti-da. Ko'pincha o'qituvchini lavozimini chala yozyapti klientlarimiz. Biz buni to'g'rilashga juda ko'p vaqtimiz ketadi. Bizlar vaqtimiz ketmaydi. Ko'pincha klient vaqti ketadi. Chunki bu ishni qilgan paytda bizlar bu unaqa venitkalar qaytaramiz. Klientga aytamiz, mana shu lavozimni to'g'rilab yozmasang, biz seni venitkaga montaj qilib bera olmaymiz deb qaytaramiz. Mana buniki ham. Iloji boricha e'tibor qilinglar, o'qituvchilar ko'p qo'ydirmasga harakat qilinglar. Ba'zi venitkalar, ishonasizlarmi, masalan, ba'zi klientlarimiz kelyapti, bir sinfda где-то 12 ta yo 14 ta bolasi bo'lyapti. Bir 20 taga yaqin o'qituvchi qo'ydirgan sinflar bo'lyapti-da. Mantiq ham to'g'ri kelmaydi. O'qituvchi o'zi ko'p bo'lsa 4 ta yo 5 ta yetadi-da. O'zi undan ko'p ham ko'p-da. Quruqqa bu bizga ishda, masalan, mana bu o'quvchilar qarang. Ismini yozyapmiz. Mana bularga azobda ism, familiya, lavozim yozib chiqish kerak. Bu o'qituvchilarning venetkasini montaji o'quvchilardan qiyin bo'lib ketyapti-da ba'zida. Biz masalan sizni venetkangizda yarim soat, 1 soat va'da qilamiz, lekin mana bunaqa bitta sinfda 20 ta o'qituvchi bo'lganda biz uni 3-4 kunda ham qilmaymiz ba'zida. Chunki juda ko'p vaqtimizni oladi. Kelajak kutib o'tira olmay har bitta o'qituvchi lavozim yozib o'tirish. Keyingisi e'tibor qilinglar. Masalan, venetkani yozib berganda ba'zilar kelyapti. Ism familiya to'liq yozyapti-da. Istal yakkalik rasmlarda. Masalan, Abror yozilgan. Iloji boricha ism familiyali venetka olmang, faqat ismini yozinglar. Sababi ism yozganingizdan keyin mana bu o'quvchilar tergan paytingizda qarang. O'quvchilar ismlari katta-katta aniq-tiniq ko'rinadigan bo'lib chiqadi-da. Ism familiya yozsalar ketdi. Bu to'rdan biriga qisqarib ketadi. Chunki familiya uzun bo'ladi. Bu birdan familiya ko'p hollarda ismdan ham uzun bo'ladi, juda kichrayib ketib qoladi. Shuna ham e'tibor qilinglar. Keyin asosiy sabab o'quvchi uncha-munchaga bitiruvchi sinfdoshini familiyasi bilan eslamaydi. Hamma o'zini sinfdoshi ismlari bilan eslaydi. Iloji boricha familiya yozmang, kerak emas. Keyin ba'zi sinfda adashlar bo'ladi, bilsangiz. Ismi bir xil o'quvchilar bo'ladi. Masalan, qarang, mana bunga ham Jasmina, bu qizga ham Jasmina. Mana bu qizga ikkita bir xil bo'lgancha davomida 2 yozilib qolgan, to'g'rimi? Lekin yana bitta muammo bo'lyapti. Mana bu yerda ichiga qo'yiladigan papkamiz, ichi deb yozilgan. Mana bu ustiga qo'yilgan rasm. Bu yerda masalan mana bu Jasmina ichida mana bu Jasmina 2 bo'lib qolyapti. Ba'zida shunga e'tibor qilinglar. Mana bu yerda Jasmina 2, bu yerdan Jasmina 2 bo'lish kerak. Keyin bitta katta muammo bo'lyapti. Ikkita papkaga masalan ayirmasimchilar keladi. Ustiga boshqa, ichiga boshqa deyapti. Shunaqa tushiradi. Mayli, unaqa montaj ham qilib beramiz. Masalan, ichiga buni terib, ustiga buni terib beramiz. Lekin katta muammo bitta joyda bo'lyapti. Masalan, qarang. Mana bu bolaga ismiga masalan Abror yozilgan. Ko'ryapsizmi? Mana bu joyga Abrorbek yozilganda, bu katta xato degan hech qachon mumkin emas. Biz birinchi o'rinda klient tashlab bergan paytda rasmni shu kopiya qilamizda, mana bu yerga shuni tashlaymiz. Mana birdan begona rasm bilinadi-da. Mumkin emas, biz qaysi bir xato yo'gan to'g'ri ekan deb to'g'rilatib, mana shu narsa bizdan ko'ra ko'proq klient vaqtini oladi. Yarim tayyor venetkalar mana tashlab bergan paytda nimadir xatosi, kamchilik bor venetka biz ko'p hollarda o'tkazib yuboramiz. Klientga aytamiz, mana shu yerda xato bo'lsa to'g'rilasa keyin tashlab beramiz deydi. Mana Abrorbek deb yozaylik. Endi buni qarang. Taxladingiz, tashlab berdingiz. Biz endi buni montaj ko'rsatdik, mana. Mana bu yerda yozgansiz, usti shisha, 3 tal 799-dizayn. Mana 799-dizayn 3 talga taxladik. Masalan, mana portret yuzi, ichi, mana birinchi beti, ikkinchi beti, uchinchi beti. 3 talik. Ichiga qarab hisoblanadi bu oynali venetkalarida. Endi bitta muammo bo'lyapti. O'qituvchilarga aytinglar, sinf rahbariga venetka terdirguncha aytib, imlo xatosi mumkin emas. Eng ko'p vaqtni imlo xatoni to'g'irlash orqali. Sizlarga bitta misol ko'rsataman. Masalan, bitta sinfda yarim soat qolmay terishimiz mumkin, lekin bitta bolaning ismini to'g'irlashga ba'zida 5 minut vaqt yetmaydi hamda. Shunaqa muammo bo'lmasligi uchun masalan qarang. Mana bu yerda mana Shahnoza degan qizga yumshoq yozilgan. O'qituvchi aytishi mumkin, buni ismi qattiq edi-ku deyish mumkin. Endi buni to'g'irlashimiz kerak. To'g'irlash uchun birinchi o'rin dasturni ochib olamiz. Vaqtga ketishni hisoblaymiz-da. Mana. Bu yerda masalan Shahnoza. Birinchi o'rinda mana bu ismini qarang. Buni to'g'irlaymiz. Ketdi bir. Endi bundan chiqib mana bu yerda Shahnoza ism bor. Qaniki, mana buni qattiq qilamiz. Sababi mana buni to'g'rilamasak, mana bu joyda masalan yumshoqqa ketib qoladi. Mana portretda. Mana bu yerda qattiqqa ketib qoladi. Endi qiladigan ishimiz deyishimiz mana ismini bu yerdan to'g'irlaganimizdan keyin endi qiladigan ishimiz mana. Rasmni kopiya qilib olamiz. Mana bu yerga tashlaymiz. Bu yerga tashlab
ramkaga solib, masalan, bu yerga Shahnoza deb yozamiz boshqatdan. Ismini ko'chirib. Xotira olamiz, buni saqlanib qilamiz. Saqlanib qilguncha mana bu yerdan ham Shahnoza degan faylni topish kerak oldin. Mana. Ustidan zaminat qilamizda, yana adashmasligi uchun mana bu yerga ham dashi fayl nomiga Shahnoza yozilgan-ku, buni ham qattiqiga o'zgartiramiz. Ketdi. Shuni xotira oldik, mana kopiya qilib olamiz. Endi bu yerda mana bu o'quvchining o'rniga o'sha eski rasmni to'g'rilash kerak mana. Shuna kiramiz. Ichiga tashlaymiz. Mana. Saqlanib olamiz, masalan. Misol uchun sizga taxlab ko'rsataman, buni shablon sal boshqaroq ekan. Mana taxlab olish uchun saqlatib qo'yamiz. Birinchi o'rinda mana o'quvchining masshtabi birinchi o'rinda qochib ketadi, katta kichigiga o'zgarib ketadi. Keyin yana o'zgartirish juda ko'p vaqt ketadi. Qarang, bitta bolaga shuncha vaqt ketyapti. Agar bitta sinfda 4-5 ta bola bo'lsa, 1 soat vaqt yetmay qoladi. Yana katta muammo bo'lyapti. Sezon paytida ko'p bolalar masalan mana bu joyda ismini o'zgartiryapti. Bundan lekin bolalar parta qiyomat mana bu joyga qolib ketyapti. U ham ko'p xato bo'lyapti-da. E'tibor qiling. Iloji boricha mana shu betiga e'tibor qiling. Mana shu betda xato bo'lmasligi kerak. Nima bo'lganda ham. Keyin Benetgan sizga masalan montaj qilib JPEG variantda tashlab berdik. Tashlab berganimizda o'qituvchi ko'radi. O'qituvchi ko'radi, masalan, tuman nomi xato deyish mumkin. Yoki sinf xato ketibsa, shunchaki tashlaymiz. Masalan, 11 deymiz, 11A desa, mana shunga kiramiz, A deb o'zgartirib qo'yamiz. Bu qiyin emas. Bunaqa yozuvlar o'zgartirish uchun umumiy yozuvlar yoki istalgan rasm kelyapti. Masalan, mana bu rasmni o'rniga boshqa rasm qo'yish kerak edi degan gap ham bo'ladi ba'zida. Hozir xotirlagan ekan. Masalan, mana rasm o'rniga boshqa rasm qo'yish kerak edi desa, shunchaki kiramiz. Masalan, aytgan rasmni tashlaymizda. Bu istalgan rasmlar o'zgartirish ham qiyin emas. Bizga eng qiyin joyi o'sha ismlar yozilgan rasmni o'zgartirish muammo. Ketdi. Keyingisi masalan mana bu beti bor. Benetgan taxlaganimizga o'qituvchiga aytinglar masalan tashlab bering sizga JPEG, siz o'qituvchiga tashlaysiz. O'qituvchi aytadi, endi sinfimda 5-6 ta bola bor deydi. Shu 5-6 ta bolani olmaydi degan 5-6 ta bola bor deydi. Shuni keyin bizga mana bunday rasmni tashlayotadi. Keling, biz bunacha topishimiz qiyin. Undan eng oson yo'li mana. Olmaydigan o'quvchi telefonda chizgich bor. Qaysi bola olmasa olmaydigan bolalarga mana X qo'yib bersa, ismi o'chib ketmasin. Mana bunda X qilib Telegram o'zida birdan qilsa bo'ladi buni. Olmaydigan bola mana shu X qilib bizga qaytarib tashlab bersangiz, biz birdan chiqarishga berib olamiz. Faqat e'tibor qilinglar. Keyin yana bitta muammo bo'lyapti. Ba'zida kelyapti, masalan, mana bu yerda sinfda istalgan rasmi bor. Bu betida ba'zilar kelyapti, men sinfimda bir ikkita ajralib turgan o'quvchilar bor ekan, ular istalgan rasmi boshqacha bo'lsin deydi. O'zini uydagilar bilan yoki o'zini boshqa tushgan istalgan qo'yib ber deydi. Zakaz Venetga taxla deydi. Masalan, mana bu papka tashlab beradi. Masalan, mana shu o'quvchiga buni qo'yinglar, istalgan buni qo'yinglar, buni qo'yinglar degan muammo bo'lyapti. Birinchi o'rinda esingizdan chiqmasa, biz hech qachon qaysi o'quvchi uchun zakaz Venetga taxlamaymiz. Buni imkoni yo'q. Ayniqsa Twix Venetkada ko'p muammo bo'lyapti. Masalan, ikki taraf Venetkada chap tarafda istalgan turib, o'ng tarafda kichkina rasm o'zim istalgan qo'yadigan muammo bo'lyapti. Biza birinchi o'rinda zakaz Venetga taxlamaymiz. Mayli, o'sha Venetkani biza balki mana buni biz umuman ishlatmasligimiz mumkin. Mana Venetga taxlaymiz. Sababi o'ylab ko'ringlar. Masalan, bitta sinf Venetkasiga, masalan, o'rtacha yarim soatga tersak, mana zakazga Venetga terishgan bitta bolaga o'sha yarim soatdan ko'p vaqt ketadi-da. Sababi buni pechatdan chiqqandan keyin sherigini topishga juda ko'p vaqtimiz ketyapti. Masalan, bitta sinfda Venetkasini biz abitgacha yopishtirib kitob taxlasak, mana zakaz bir ikkita o'quvchilarni deb ba'zi bir kun vaqtim yetmay qolyapti. Biz vaqt hisobi juda katta yutqazib ketyapmiz. Shuning uchun ham esingizdan chiqmasin. Biz zakaz Venet umuman taxlamaymiz. Zakazning papkasi bo'lsa, mobil o'chirib tashlaymiz. Eng katta muammo mana shu joyga e'tibor qilinglar. Hech qachon iloji boricha xatosi yozib. Bitta xato ketsa bo'ldi. Masalan, sizni Venetga tashladingiz. Biz sizga montaj ko'rsatdik. Siz aytasiz, bo'ldi, mana o'quvchini yo 2-3 ta o'quvchi ismi xato ekan desangiz bo'ldi. Sizdan keyin mana bu ochida ham 20 ta sinf turgan bo'ladi. Biz u sinfda Venetkasi taxlab, keyin sizga o'tamiz, o'rtaga boshqa ish kirmagan paytda. Shuning uchun eng katta muammo mana shu joy bo'ladi. Mana istalgan rasmni o'zgartirishga uncha vaqt ketmaydi. Mana bu narsani ismlarni xatolarni to'g'rilashga juda ko'p vaqt ketadi.
iloji boricha imlo xatosi yozinglar. O'qituvchilardan iloji boricha ko'p svetofor terdirmanglar. Bitta sinfroqni qo'ydiringlar yoki o'quvchilar o'zini qoldiringlar. Agar mana shunday kamchiliksiz, mana shunday chiroyli taxlab tashlab bersangiz bo'ldi. Bu yog'ini o'zimiz chiroyli rang berib, montajni sizga taxlab ko'rsatamiz. Har bitta bola o'zining ventkasida birinchilikda turadi. Aniq. Masalan, mana bu boshqarasi ustiga boshqa ichiga boshqarasini qo'yib beramiz. Faqatgina imlo xatosiz yozinglar. Boshqa ana bu muammo eng katta, eng ko'p vaqt oladigan narsa mana shu xatolar bo'lyapti. Keyin gruppa rasmlardan 5-6 boshqa tashlab bermanglar. Ayniqsa o'qituvchilarga ko'p bo'lyapti. O'qituvchilarning ismlarini, familiyalarini xatosiz yozib o'rganinglar. Mana shu narsa juda ko'p vaqt olyapti. Bitta papkaga oddiygina yozib qo'yish kerak. Qanaqa ventka ishlash kerak, nechinchi dizaynga.